Xonobod shahri g'amgin sukunatga cho'mgan. Yillar davomida kesilgan qadimiy daraxtlar, atrof muhitga beparvolacha tashlangan chiqindilar bu maskanni halokat yoqasiga yetkazdi. Endi bu yerda hayot izlari so'nmoqda. Shahar aholisi uzoqlarga ko'chib ketdi. Endi uylar bo'm-bo'sh. Derazalardan esa shamol uvillab o'tadi. Bir zamonlar kuy qo'shiq va bolalar kulgusi bilan to'lib toshgan ko'chalar hozir qabristondek jimjit. Faqat qora qarg'alargina vayronaga aylangan kimsasiz uylarda aylanadi. Go'yo biror dahshatli sirni kuzatib turganday. Xonobod endi unutilgan, tashlandiq, qorong'u shahar. Festivallar o'rnini vahima, turizm o'rnini esa qo'rquv egallagan. Bu shahar endi faqat o'z xatolarining dahshatli aks sadosi bilan yashaydi.